mana shu eshikni biz radnoy qoldirib bermoqchimiz. Kraskasi ko'chgan joylarni lokalni remont qilamiz. Shunda ko'pchilikdan savol tushyapti. Lokalni remont qilganinglarda rangi tushyapti. Biz petno sepsak ham rangi birga bir kelmayapti deyishyapti. Men shunga javob bermoqchiman, qaranglar. Mana bu kraskani zernosi bilan eski kraskani zernosi bitta ahamiyat beringlar, ko'ryapsizlar. Bir xil turibdi. Mana shuni sepganinglarda ham bir xil bo'lishligi uchun qaranglar. Mana bu yerda yozib qo'ygan 1/1 deb. Bu 1/1 nima degani? 100 gram kraska ishlatmoqchi bo'lsangiz, 100 gram okeanni o'zining universal tinili bu. Mana shundan qo'shib ishlataverasiz degani. Hamma qo'shsa kraska suyib ketib qoladi-ku, oqib ketib qoladi-ku deyishganki, yo'q, unaqa holat bo'lmaydi. O'zlari rivojlanyapti, mahsulotlar ham shunga qarab o'zgaryapti. Ilgari bilasizlar, asetil 646 qo'shardi. Hozir ham shunaqa qilib ishlatamiz. Mana shu biz xatoyimiz. Kraskaga 646 asetil qo'shadigan bo'lsa, buni zernolar o'zgarib ketadi. Shuning uchun zavodda o'zi shu sepganinglarda shunaqangi muammo bo'lmasin deb o'zining universal tinini chiqargan. Shuni sepasiz, eski kraskangiz bilan yangi kraskangizni rangi bir xil bo'ladi. Yo'riqnomasi bo'yicha ishlashingizni tavsiya qilaman. Hammaga e'tibor uchun rahmat.